Deysanglar bugünkü videoda Kanadadaki o'quvchilarning darsdan sirtqi shug'ullangan xizmatlarning turlari to'g'riliq biroz to'xtalmoqchi. Oldingi videoda sizlarga Kanadadagi o'quvchi vizasini qanday iltimos qilishniki tartiblari, uning ketadigan materiallar, ketadigan pul sommasi, tartiblari qatorliqlarni bir tushuntirib o'tgan. Bu qatimqi videoda Kanadadagi o'quvchilarning qiladigan ishlari ham Kanadaga kelishdan ilgari bak o'ylaydim bu kelgandan keyin o'quvchi bu qanday xizmatlarni qiladigandir. Meniki 1 yillik maktabniki o'qish pulim bo'lgan bilan 2-chi yildan boshlab qanday qilaman degandeklarni bak o'ylaydim. Eng oldi bilan shu kallaga keladigan nima ekan desa shu ya'ni shu oshxonada ishlash. U chog'larda Kanadaniki siyosati qanday deysanglar, Kanadaga kelgan o'quvchilar til o'tkili mazgil jarayonida ishlashga qat'iy bo'lmaydi deydigan nimasi bor, aniq belgilamasi bor. Hatta shu programma o'qishni boshlab 6 oygacha, ya'ni 1-mavsum tugab ta'til oxirlashgan qadar ishlashga bo'lmaydi deydigan qoidasi shundoq deb o'chaqda. Andan keyin bir men kasbga chiqqandan keyin bir yil o'tgandan keyin u programma u qonun o'zgardi. Andan keyin qonun qanday o'zgardi desanglar, kasbga chiqqanaman o'quvchilar ishlashga bo'ladi deb ruxsat qildi o'sha Kanada ko'chmalar idorasidan. Kanadaga borgandan keyin nima ishlarni qilaman, qanday xizmat qiladigandir, nima xizmatlar bordir deb bak o'ylaydim. Bu yerga kelgandan keyin men o'zim ilgari o'ylab boqmagan, kelgandan keyin bu xeyli bir chog'largacha hatto anglab boqmagan bir xil xizmat turlarini ko'rib hayron qoldim bu yerda. Qanday desanglar, masalan, hatto xalqninki oilasidagi pat oila amak hayvonlarini sirtqa kunda 1 soat 2 soat ularni chiqib nima qilishmi bir alayda xizmatlarning turlari ekan. Bizning eng avval xayolimizga keladigan yana oshxonada ishlash. Albatta, kelgandan keyin oshxonada ishlash uniki nurg'un yaxshi taraflarim bor. Albatta, bizniki oshxonada ishlasak o'zimizga qiziq tuydi. Mehmonlarning beradigan tiplari bor. Ortiq chiqim yo'q, o'shiq kirim qilg'ili bo'ladi. O'zim nilib bilsam, o'zim eng avval dastlab kelganda Kanadaga kelib 2-chi haftasidan boshlab bu yerdagi 15 kun o'tib bu yerdagi bir Hong Konglik ochgan bir sushi xona bor ekan, ya'ni yaponcha tomoqxona. Ondan keyin 2 oylik qishliq ta'til mazgili bo'lgan chog'da Torontoga berib Uyg'urlar oshxonasida ishildim. Bir vaqtda bir necha xizmat qilg'ili bo'ldi bu yerda. To'xtamay ishlash kerak, chunki bizniki bu yerda chiqimlarimiz ko'p. O'qish puli to'lamasak bo'lmaydi, uyimizning ijorasini to'lamasak bo'lmaydi, yeydigan tamoqimizga ketadigan sayko'ktatlar hamma nimaga pul ketadi. O uydan kelgan pul ishga yetmaydi bu yerniki pulga solishtirgan chog'da. Shunlashqa cho'qim to'xtamay ishlash kerak. Hatto bir vaqtda 3 xizmatni tang ilib borgan chog'lar bo'lgan. Shunaqa qattiq ishlamasa bu jannat o'ylamoqlar bu yerga plan bekayib yetadigan ish emas. Cho'qim to'xtamay ishlash kerak, tirishish kerak. O'z oldimga ishlay desanglar u chog'da yana tomoq to'shiydigan yana bir xil ishim bor. Masalan, Uber Eats deymiz, DoorDash deymiz. Shunday oshxonalar bilan o'zaro to'xtam tuzgan shunday bir shirkatlar bor. Ularning hammasida shu telefondagi app orqali ham ishlatiladi. Telefonimizga ma'lum bir appni tushiramiz. Shu shirkatningki nimasiga materiallarimizni to'lsak, hammasi asosan proyekt berishning o'rnim yo'q. Hammasi asosan shu telefonda ham ishlab bitib bo'ladi. Ishni rasmiy boshlagan chog'da qo'limizga telefon qarab, qaysi oshxona desa, oshxonaga adres chiqadi, opiradigan yer chiqadi. Bu ishninki asosan odatda soatiga $20 dan $30gacha topqili bo'ladi odatda. Masalan, atigan chaqlari tushlik toza aldirish chaqlarida besib ishlaydigan bo'lsa, bu yaxshi bir kirim. Bu yerda nurg'un tez tomoqxonalar bor, xizmat mujiq bu yerda. Bir odatki qahvaxonaning ichida 20-30 bir kunda ishlaydigan odamniki soni 20-30. Masalan, atiganlik banzida atiganlik seminarda ishlaydigan odam eng oz yana 7-8 tushligi texniqlaydi, tushlik banzi, kechi banzi degandek butun bir kun 24 soatning ichida ishlaydigan odam soni odatda 20 necha 30 necha bo'ladi odatda. Bir qahvaxonaniki, tez tomoqxonaniki ishlaydigan odam soni. Bu dars shu qahvaxonalarga borsaqmi, o'yining ichida ishlar qilasizlar. Hammasi yosh bolalar, o'quvchi bolalar o'ziniki darsni sirtqi vaqtlarda shundoq o'ziniki shu schedule o'ziniki dars sirtqisiga qarata shu bo'sh vaqtlarini shundoq oshxonalarda nimalarda ishlab mangdi. Oshxonada tez tomoqxonalarda ishlaganlardan sirt yana cho'ng shopping mollar bor. Buning ichidami ishlaydigan o'quvchi bolalar intayin nurg'un. Hozircha shuni so'zlab turay. Undaq bo'lsa bir-birlab ko'rib beqinglar. Sirtdagi o'quvchilarniki qanday ishlayotganligini hammasini bir-birlab ko'ringlar.
sığınmacılık onun içinde şu okuvchi balalar, dersini sırf işleydigan balalar, gün türlü işleydigan balalar, işten tutanga yakın çağda kep video koyuyorsunum. Zarar kırıp çıkıyor ya. Aşağıda kalıp özlemdeki baza köz düşüşü, baza aylanish göz vurup ketdi. Xoş, mushunchalik bo'lsin. Hem kelarki videoda sizlarga xizmat visi to'g'riliq so'z demoqchi. Obod bo'lib, taqib qo'ysanglar rahmat etadim. Maqolam xo'sh.